boya aytib o'tganimdek Umid Xudoyqulov o'sha Angren shahar hokimini umumiy bo'lim boshlig'i Shuhrat Tinglashevga o'zida qolgan qaror nusxasiga haqiqatdan ham ushbu qarorga prokuratura tomonidan propiska kiritilmaganligi va bunga qadar bekor qilinmagani to'g'risida yozdirib, muhrni qo'ydirib, imzo qo'ydirib olgandan so'ng boyagi barcha ushbu yer maydonida qurilish bo'lmasa-da, qurilish bo'lguchi kadastr hujjatlarini va barcha hujjatlarni hammasini o'zining yordamchisi Murod bilan birgalikda to'g'rilagan, tayyorlab turgan. Shundan so'ng aynan ularni tanishi bo'lgan O'rta Chirchiq tumanidagi xususiy amaliyot notariusida o'sha Transgaz metan MChisi tomonidan Rustam Qashqulovich Jo'rayev, Imperial Invest MChisining direktori Anvar Abdullayev Obidovich tomonidan oldi sotdi qilingan, notarius hamma hujjatlarni taqdim qilib bergan, tayyorlab oldi sotdi qilib bergan. O'sha bo'yicha ushbu holat yakunlangan. Bu holat yakunlangandan so'ng o'sha boya aytilgan va'da qilingan 10,000 AQSh dollarini Umid Xudoyqulov 2,000 dollarini Tinglashib Shuhratga berib, 8,000 dollarini u oldi sotdidan keyin berishni va'da qilgan ekan, bermagan ekan. Oldi sotdidan keyin ham pulni bermagan. Shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Haqiqatdan ham o'sha Toshkent viloyati hokimligining oldida o'sha oldi sotdi bo'lgan kuni Umid Xudoyqulov meni ishtirokimda Rustam Jo'rayevga 29,500 dollar pul bergan. Men nega 29,500 dollar beryapsan? Bu 80,000 dollarga kelishilgan bo'lsa, 500 dollar oldin zaklad sifatida bergan bo'lsak, hozir sen 79,500 dollar berishing kerak deganimda Umid Xudoyqulov biz Rustam bilan kelishganmiz. Xarajatlar chiqyapti. Xarajatlarni men qilaman. Keyin xarajatlar ayirib tashlayman deb aytganman. Rustam Jo'rayev mayli deb aytgan. Ikkalasi kelishgan ekan. Shunda Rustam Jo'rayev haqiqatdan kelishganmiz dedi. Aytdim, mayli kelishganmiz, lekin 50,000 dollar, aslida 50,000 dollar, lekin ayblov xulosada 55,000 dollar bo'lib o'tgan bu. Chunki 85,000 dollarga kelishilgan deb aytilgan. O'sha 50,000 dollar qayerga xarajat qilganligini so'raganimda Umid Xudoyqulov yerni bir qismi ko'mirga tegishli ekan. Ko'mirdan xulosa olish uchun 15,000 dollar o'zbek ko'mirni yuristiga berganligini, zan hokimiga 15,000 berganligini, arxitektorga 5,000 berganligini, kadastrga 5,000 berganligini, umuman olganda mana shunaqangi xarajatlarni aytib, o'sha 50,000 uni o'sha o'zini xo'jayinlariga 80,000 emas 85,000 dollar deb aytgan ekan. Bu yerdan 5,000 dollar foyda ko'rish maqsadida 55,000 dollarga u o'sha xarajatlarni chiqarib ko'rsatib bergan. Shu 29,500 dollar o'sha sanab bergandan keyin jami 30,000 dollar pul haqiqatdan Umid Xudoyqulovdan olingan. Shu bilan ish yakunlandi. Orada ancha vaqt o'tib ketdi. Bu tenglashib Umid Xudoyqulovdan boyagi qolgan 8,000 dollarni talab qilib bir necha bor telefon qilgan. Telefonni ko'tarmagan. Tenglashibda achchig'i chiqib, haqiqatdan qurilish bo'lmagan, qurilmagan 1 gektar 20 sotik
yer oldi sotdi qilindi deb prokuraturaga xat bilan murojaat qilgan. Ushbu xat ichki ishlar bo'limi, Andijon shahar ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan va yerda o'sha tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlanib, jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jinoiy ish qo'zg'atilgan vaqtida Umid Xudoyqulovni so'rash imkoniyati bo'lmagan. Chunki Umid Xudoyqulov Bo'stonliq tumanida bir yerni sotayotgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan u qo'lga olinib, u qamalgan ekan. Meni chaqirtirib so'raganda o'sha hozir aytib bergan voqea qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday bo'lganligini aytib berganman. Xuddi shu yo'sinda Rustam Jo'rayev ham shu ko'rsatmani bergan. Imperial Invest rahbari va norasmiy rahbarlarni chaqirtirib so'ragan, lekin rasman tergov o'tkazilmagan. So'ragan paytida ular meni ham tanimasligini, Rustam Jo'rayevni ham tanimasligini, ular haqiqatan $85,000 pulni Umid Xudoyqulovga berganligini, lekin Umid Xudoyqulov qayerga qancha sarflaganligini bilmasligini, bizlarga qancha berganligini bilmasligini aytgan. Umid Xudoyqulov dekabr oyida sud tugaydi, o'sha suddan chiqadi, o'shanda aniqlik kiritiladi deb aytgan. Umid Xudoyqulov haqiqatan ham o'sha dekabr oyida suddan ozodlikka chiqqandan u darhol borib o'sha Rustam Jo'rayev topgan, Rustam Jo'rayevga uni ko'ndirgan, menga nisbatan qarshi ko'rsatma berishlikni, barcha hujjatlar hammasini o'sha Asqar Beknazarov tayyorladi deb aytishlik uchun unga $10,000 pul bergan. Nima sababdan $10,000 deb aytganimni bu keyin keltirib o'taman. Shu bilan ikkalasi ham menga nisbatan ko'rsatma bergandan keyin 23-yil 8-fevral kuni ikkalasining ko'rsatmasi asosida men tergovga chaqirtirilib, o'sha yerda ehtiyot chorasi menga nisbatan qamoqqa olindi. Tergov harakatlari boshlandi. O'sha tergov harakatlari davomida nimaga asosan 168-moddaning 4-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilayotganligini, bu yer haqiqatan oldi sotdi bo'lganligini hamma vajlarni keltirib berdim. Lekin bu vajlar hech qanaqa o'rganilmadi. Ularni ko'ryapmiz, ular hammasini ko'rib chiqamiz, hammasini tergov qilyapman deb Ulug'bek Hojimurodov meni aldab yurib, bor yo'g'i bir marta tergovga chaqirib, keyin Rustam Jo'rayev menga nisbatan qarshi ko'rsatma bergandan keyin, ikkalamizni ko'rsatmamiz bir-biriga teskari bo'lgandan keyin bizlarni hatto yuzlashtirmasdan, o'sha holat bo'yicha oqibatini o'ylamasdan ayblov xulosa bilan jinoiy ish materiallarini sudga oshirdi. Sud 2023-yil iyul oyini oxirlarida sud boshlandi. Sud davomida o'sha birinchi kunning o'zidayoq Rustam Jo'rayevga ham nisbatan 168-moddaning 4-qismi ayb e'lon qilingan, lekin boyagi va'daga asosan uni qamamaslikni, ehtiyot chorasi tilxat qo'llanishni va'da qilingan ekan. Haqiqatan 168-modda 4-qismi og'ir jinoyatlar turiga kirsada unga munosib xalqvorli bo'lishlik tilxat qo'llab u ko'chadan qatnagan. Birinchi kuni o'sha sud tergovi boshlangan vaqtida u sud va prokuraturaga murojaat qilib, haqiqatan o'sha menga nisbatan yolg'on ko'rsatma berganligini, unga $10,000 pul berib shu narsa aytilganligini, barcha hujjatlar hammasini o'sha qilganligi
uni qamamasdan qolishga va'da qilganligini aytib ko'rsatma berdi. Ko'rsatma berdi. Shu yerda sud bilan prokuror maslahatga kirib sudni ertangi kunga qoldirdi. Ertangi kuni 9da sud boshlanishi kerak edi. Men Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limidagi vaqtincha saqlash qo'mitasidan men sudga chaqirilmadim. Hayron bo'ldim. Soat 4larda mening himoyachim O'ylashib Shuhrat kelib, o'sha Jo'rayev Rustam kechqurun o'zini joniga qasd qilib Qur'ondan o'tganligi, shu munosabat bilan sud bo'lmaganligini kelib aytdi. Men buni qanday bunday bo'lishi mumkinligini u ham bilmasligini aytdi. Xullas kalom, muhtaram Shavkat Miromonovich, sud o'sha marhum Jo'rayev ko'rsatmasini ham inobatga olmasdan xolisona